Chiyondan qo'rsang bu bardan ol. Daryodan tilla topmoqchinsan bu bardan ol. Suvga tashlang, yoqib ketavering. Bu ziddo aziz vatandoshlar. Salom ehtiromot aziz vatandoshlar. Yana bir bor sizlarga qizg'in salomlar taqdim. Chiroq barqi 3 holatda 3 raqam yonishi bor. Sizlarga ma'rifa qilaman. BX58 modeli va mana bu chiroq barq ko'rasizlar. 3 raqam yonishi, 1 raqami, 2 raqam shakarisi. Mana bu ham 3 raqam yonishi bor chiroq barqda. Choshini ham bordan ko'rsatadi. Ziddo ob suvni ichiga taylab, suvni ichidan siz mana bu yonishidan sangoy qimmatini va daryochadan yaxshi atiqa zotlarni topib olar uchun bu chirog'i ham bor. Qarang, oddiy holatiga bildirmaydi. Bu vaqtda barq yubini ro'shan qildim, chiyonni bildiradi. Agar bu barq bir gayizga bo'lsa, arzishli zotlarni ham yerdan yo sangaloqdan, daryochadan topib olasiz. Asli taqallubi pulda ham tanitadi. Buni mana ko'rasizlar. Pulni mana bundoq nishonalarini hamma zotini ko'rsatadi. Masalan, taqallubi pullarda ham sizlarga mana shu chirog'imni bildiradi. Buni ziddo obligi bor aziz vatandoshlar. Mana bu suv aziz vatandoshlar. Mana suvni ichiga tashlang, ziddo. Suvni ichiga tashlang, yoqib ketavering. Bu ziddo aziz vatandoshlar. Dashka bo'lsin, yog'li tagiga bo'ling, har yerga bo'ling, istifoda qilasiz. Ziddo faqat 3 holat ziddo yonadi. Xo'p. Suvdan chiqaring va lampa ham yonadi. Mana bunda kechalikka masalan bu joyga yaqsangiz lampa ham bor. Telefonni chosh oladi. Xo'p. Birinchi bor Afg'onistonda aziz vatandoshlar. Ziddo xizmatlaringizga xormas texnologiya. Mana shu shumarak shuni tagiga yoziladi. WhatsAppga payom qo'yinglar, onlayn qo'llaringizga eshitsin. Va 18650 batirisini qudrati. Eng bir yaxshi qudratmand bir qavm bu. Onlayn siforish beringlar va onlayn darvozalaringizning eshigiga tavol olinglar aziz vatandoshlar. Irsolimo tasar Afg'oniston royagon. Qariya bo'lsin, ulusvoli bo'lsin, viloyat bo'lsin, irsol royagon. Xizmatlaringizga xormas texnologiya hamisha sizlarga suvlatlaringizga va osoyish va oromishlaringizga fikr qiladi va sizlarga yaxshi zotlarni xizmatlaringizga, ixtiyorlaringizga qo'yadi. Ma'rifa qilamiz, ko'rasizlar. 2000 metrda mukammal ro'shnoyis ko'rsatadi. O'sha yerga chiroq bor, o'sha yerga yoqtisini ko'rsatadi va bu uchala yonishi bor. Bu mana bundoq shakar yonishi ham bor, shakar yonishi va mana bu ham o'sha qimmatbaho toshlarni ko'rsatayotgan nimasi, yoqtisi, unda uzoq turadi. Ko'rasiz,